9 va 8 sinf o'quvchilari tomonidan Davlat domlar o'zi boshchiligida musobaqa tashkil qilingan. O'zi favqulodda vaziyat nima degani savol bo'lsa, o'quvchilar favqulodda vaziyat degani to'satdan sodir bo'lib, insonlarning yashash sharoitini, faoliyatini izdan chiqib ketishi yoki falokat yoki talafot yoki ularning halok bo'lishiga olib keladigan oqibatlarni favqulodda vaziyatlar deyiladi. Mana misol savol javob. Ikkinchi shartimiz zaharlangan havoda gaz kiyish bo'ladi, gaz niqob kiyish. Uchinchimiz savol javob, to'rtinchisi yong'in chiqqanda amaliy o'tish mashg'uloti. Shu bilan favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda xabar berish vositalarini sanab bering. Uchinchi savol, tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarga misol keltiring. Tsunami, suv toshqini, zilzila. 8-chi Aziz to'g'ri javob berdi. Ularga 5 baho qo'ydik. Eslab qolinglar. Nafs ipin uzar bo'lsang, baxt ichra suzar bo'lsang, bir esking guzar bo'lsang, avval o'nta qur o'g'il. Qo'l singanda qanday birinchi yordam ko'rsatiladi? Qo'l sinsa ikki xil bo'ladi. Ochiq va yopiq. Ochiq sinsa qon to'xtatish uchun shurut bog'lanadi. Yopiq sinishda taxta yoki qo'l jism qo'yilib, birinchi harakat cheklanadi, keyin taxta yoki qo'l jism qo'yilib bog'lanadi. olov yoqilgandan keyin bu tomondan yugurib kelinadi. Agar shu tunda olinadi, yana yugurib boriladi, mana uni tilg'ati bor-ku. Tashakki olov o'chish boshlanadi. Tushundilar-a? Hushdan ketish miyaga qon yetishmasligi natijasida paydo bo'lgan travma hisoblanadi. Bunda birinchi bemorga yoqalarni yechib, uning oyog'ini 30-40 santimetrgacha ko'tarish kerak bo'ladi. Bu miyaga qon yetib borishini ta'minlab beruvchi omil hisoblanadi. Har doim vatanni qo'riqlash kerak bo'lsa, uni xavfsizligini ta'minlash kerak bo'lsa, bu vazifani ado etuvchilar yigitlarimiz. Shuning uchun hammalariga rahmat degan holda 8-chi A sinf o'quvchilarini